Mebelchi akalar, mana osmamizni osdik. Penablokka ham shunaqangi ilarigon, ushaydigan narsalar chiqarib qo'yibdi. Prosta sherigim so'mkaga solib tashlab hamma yo'qdi. Boshqa safar ko'rsataman u narsani qana nimaligini. Kami 150-200 kg vesti bemalol ko'tarar ekan. Nadyojniy ekan, parod qilib qo'ymaydi ekan. Haqiqiy penablokni ushaydigan narsa ekan. İldik mana onasini ham. Mana onimiz o'zi salkam orqasida 16 lik ekran borda. O'zi уже bitta listdan ko'payib ketib qoladi уже. Og'irligi ham normalniy, lekin zo'r. Osildi. Ilindi. Ilib qo'ydik mana. Hamma tomonlarni cho'tki qilib tayyorlangan ko'rsataman zo'r qilib mana. İçidan uголовga qo'yib qotirib tashladik. Xudo xolasa ishimizni tugatib oldik.